Arslon burchi vakillarini dekabr oyida nimalar kutmoqda? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak, Arslon burchi vakillari 23-iyuldan 23-avgustgacha bo'lgan kunlarda tug'ilgan kunini nishonlaydiganlar kiradi. Demak, bu Rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomeram 90 930 0907. Xo'p, xush kelibsizlar Arslon burchidagilar. Demak, ko'rib olamiz. Sizlarni dekabr oyida nimalar kutyapti? Xo'p, Arslon burchi energiyasi dekabrda. Xo'p, Arslon burchi shaxsiy hayoti dekabrda. Juda ham zo'r. Arslon burchi demak, ish yo'llari, pul yo'llari dekabrda. Buni bekitib qo'yamiz. Demak, Arslon burchi sog'lig'i dekabrda. Arslon burchi demak, nimadan ehtiyot bo'lish kerak dekabrda? Xo'p, demak, Arslon burchi vakillari energiyasi biz ko'rib oladigan bo'lsak, dekabrda Pash Pentakl kartamiz tasvirlanibdi. Bu oyda demak ko'rishimiz mumkin yangi imkoniyatlar, o'rganish, rivojlanish, o'qish davri bo'lishini. Demak, bu yerda o'sha o'qishda, moliyada hunar o'rganishingiz mumkin, yangi loyiha boshlashingiz mumkin. Demak, yengil va foydali davr bo'ladi energiyangizda. Bu yerda ko'proq o'qish bilan bog'liq. Arslon burchi vakillarimiz, demak, o'qish bilan qandaydir bir bog'liq energiyada bo'lishingizni ko'ryapmiz. Yangi bir narsa o'rganasiz, energiyangizda mana shunaqa demak, o'rganishga, izlanishga qiziqishli davr bo'ladi. Endi Arslon burchi vakillari shaxsiy hayotida bo'ladigan bo'lsak, bu yerda karta Solnsamiz tasvirlangan. Bu bizda demak, yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarga nima deydi? Demak, dekabrda ko'rishimiz mumkin sizni hayotingizga nurli bir sovuq kunlar bo'lsa-da, qanaqadir nurli bir muhabbat kelayotganini. Demak, bu yerda samimiylik bilan to'lgan munosabat boshlanishi mumkin deb bizga ko'rsatadi. Chiroyli uchrashuvlar, romantika demak bo'ladi deb hayotingizga yangi bir nurli muhabbat kelayotganini ko'ryapmiz. Endi oila qurgan arslonlar uchun bu kartamiz nima deydi? Oilada o'sha tinchlik, mana ko'rib turganingizdek, o'zi bu yerda farzand, qiz farzand tasvirlangan. Demak, Arslon burchi vakillarimiz oilasida ko'payishlik bo'lishi ham mumkin. Kimdirlar demak farzandli bo'ladi, kimdirlar demak imенно dekabr oyida homilador bo'ladi. Arslon burchidagilar juda ham energiyangiz bu yerda zo'r. Farzand ko'raman deganlar, xudo xohlasa, farzandli bo'lishadi, ya'niki o'sha homilador bo'lishadi deb bizga kartalar ko'rsatyapti. Xo'p, demak, biz ko'radigan bo'lsak, bu yerda ish yo'llari, pul yo'llari deb oldik. Karta zvezdamiz tushdi. Xo'p, demak, bu kartamiz nimani ko'rsatadi? Bu katta orzular kartasi hisoblanadi. Mana o'zi yulduz kartasi bizda demak yetib bo'lmas yulduz, to'g'rimi? Demak, siz o'sha dekabrda o'zingizga katta maqsad, orzular qo'yasiz. Yo'l ochilishini ko'ryapmiz bu yerda. Odamlar o'rtasida demak obro' ortishi bo'ladi. Ishlaydiganlarga bu yerda demak, siz уже mana yulduz, biz yulduzga bir qadam qo'yapsiz. Ya'niki o'sha osmonimizdagi yulduzimizga yana bir qadam qo'yapsiz. Bu yerda demak, karyerada deganimizda o'sishingiz kuzatiladi. O'sishingizga ilk qadam bosasiz bu yerda ishlaydiganlarga tegishli. Demak, ishsizlar uchun biz nimani ayta olamiz? Demak, orzu qilgan ishingizga yo'l ochiladi deb ko'rsatiladi. Keyin karta zvezdamiz bizda nimani anglatadi ko'proq? Internet orqali ish topishingiz mumkin. Bu demak, internet sohasida yoki ishlashingiz mumkin, yoki internetdan ish topishingiz mumkin. Bu yerda albatta ish topa olasiz. Ko'proq demak, qandaydir masofaviy ish bo'lishini ko'rsatyapti. Demak, biz sog'lig'ingizda bo'ladigan bo'lsak, sog'lig'ingizda bizda Восьмерка мечей kartamiz tasvirlanibdi. Demak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda
qizimizni ko'zlari, qo'llari bog'langan ekanligini ko'ryapmiz. Demak, bu kartamizda sog'liqqa nima deydi? Asabiylik, demak, qandaydir bir ichki qo'rquvlar, ichki nima desam ekan, ichki qo'rquv juda ham ko'p bo'ladi. Demak, mushaklarda ozgina qotish ham bo'lib qolishi mumkin deb ko'rsatadi bu karta. Bosh og'rig'i, stressda ozgina demak ruhiy bloklar paydo bo'lishi mumkin. Bu minus taraflari bu kartamizni. Endi plus taraflarini ko'radigan bo'lsak, demak, organizm qayta tez tiklanadigan karta bu. Demak, biz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qizimizni ko'zi bog'langan bo'lsa-da, lekin intuitsiyasi, ichki ovozi kuchli bu qizimizni. Demak, plus taraflardan o'sha salomatligingiz jihatidan intuitsiyangizda, demak, ichki ovozingiz juda ham yaxshi rivojlangan bo'ladi dekabrda. Demak, biz ehtiyot qilamiz mushaklarni asabiylikdan ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Demak, dekabr oyida bu yerda ritsar mechey kartamiz tasvirlangan. Sizni demak kimdir provokatsiya qilishi mumkin deb ko'rsatadi bu karta. Ya'niki, nima desam ekan, siz tinch yuribsizda, sizga kelib misol uchun voy sen undoq qila olmaysan, sen bundoq qila olmaysan. Endi provokatsion gaplar qanday bo'ladi? U o'zbek tilida unaqa provokatsiya so'zi o'zbek tilida nima bo'ladi bilmayman. Demak, o'sha sizni kimdir provokatsiya qilishi mumkin deb ko'rsatadi bu kartamiz. Demak, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Mana shu provokatsiyalardan, shoshilishdan ehtiyot bo'lish kerak. Demak, shoshma-shashar qarorlar qabul qilishdan ham ehtiyot bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Demak, keyin rulda, misol uchun, mashina haydasangiz, siz demak sekinroq rul haydashingiz kerak. Ya'niki bu tezlik kartasi emas. Tez qaror qabul qilmang, tez mashinada yurmang. Demak, o'sha iloji boricha insonlar sizga o'sha yolg'on bir bosim o'tkazish uchun harakat qilsa-da, siz ularni provokatsiyasiga uchmang deb ko'rsatadi bizga kartalar. Xo'p, demak, bu Arslon burchi vakillariga edi. Yana qaysi mavzular ko'rishni xohlaysizlar? Kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.